Assalomu alaykum azizlar. Tikuvchilik sirlari Telegram guruhimizda har oyda bir marta Fashion Battle o'tkazamiz. Unda guruh a'zolarimiz tomonidan taklif qilingan fasonlarni ovozga qo'yamiz va eng ko'p ovoz to'plagan fasonni men asos andoza yordamida modellashtirib, bosqichma-bosqich tushuntirib beraman. Avgust oyida o'tkazilgan Fashion Battle g'olibi esa mana shu 12 klinli fason bo'ldi. Ko'pchilik mana shu 12 klinli fasonni qanday modellashtirishni qiziqib kutgani uchun bugun uning darsini YouTube kanalimga ham joylayapman. Bundan tashqari guruhimizda har oyda bir marta andoza va modellashtirish challenji ham o'tkazib boriladi. Ya'ni birgalikda andoza chizamiz, modellashtiramiz va natijalarimiz bilan bo'lishamiz. Agar sizga ham shunday muhitda o'rganish, o'zingizni sinab ko'rish qiziq bo'lsa, Telegram guruhimizga qo'shiling. Telegram guruhimizga o'tish uchun havolani mana shu videoni kommentariylarida qoldiraman. Bugun esa avgust oyida o'tkazilgan Fashion Battle'da g'olib bo'lgan fasonni qanday modellashtirishni birgalikda ko'rib chiqamiz. Qani ketdik. Fasonimizni modellashtirish uchun 48-razmerda asos andoza chizib oldim. Bizni fasonimiz 12 klin. 12 klinga kaketka qo'yilgan. Avvaliga mana shu andozamizni 12 klin qilib modellashtirib olamiz. Undan keyin kaketkasini qo'yamiz va mato ustiga joylashtiramiz. Hozir meni asos andozam bo'ksagacha chizilgan, lekin bizga bo'ksagacha asos andozani keragi yo'q. Belgacha andoza bo'lsa bo'ldi. Shuning uchun beldan pastini kesib tashlayman. Tushunishingiz oson bo'lishi uchun bo'ksagacha chizib ko'rsatdim. Hali asos andozani chizishni o'rganmagan bo'lsangiz, YouTube kanalimda ham, Telegram gruppamda ham darsligi bor. Ochiq turibdi, ko'rib o'rgansangiz bo'ladi. Mana belgacha asos andozam. Endi buni 12 klin qilib modellashtirib olishimiz kerak. 6 klin ham, 12 klin ham yoki proymadan chiqqan bo'ladi, yoki yelkadan tushgan bo'ladi, yoki yoqa o'mizdan chiqqan bo'ladi. Bizni hozir modellashtirmoqchi bo'lgan fasonimiz yoqa o'mizdan chiqqan 12 klin. Yoqa o'mizdan chiqqan 12 klinga keyin kaketka qo'yilgan. Har qanaqa fasonga kaketka qo'yish uchun avval o'sha fasonni andozasini chiqarib olasiz, undan keyin kaketkasini modellashtirasiz. Hozir biz yoqa o'mizdan chiqqan 12 klin qilib modellashtirib olamiz, undan keyin kaketka qo'yamiz. Lekin oldiniga yoqasini shaklini chizib olishimiz kerak. Yoqa ochiqligini va shaklini avvaldan o'lchab, aniqlab olgan bo'lishingiz kerak. Hozir 48-razmer, 48-razmerga menimcha 16 sm bo'lsa bo'ladi. Pastga 16 sm ni belgilayman. Santimetrni mana bunday qiyalatgan holda belgilaymiz. Yonga 1 sm ochsam yetadi, 1 sm ochaman. Endi yoqasini shaklini chizib olishim kerak. Yoqa shakli biroz uchburchak simon, ozgina oval shakl. Zarur shaklda yoqasini modellashtirib olamiz. Endi fasonimizni yoqa o'mizdan chiqazib 12 klin qilishimiz kerak. Buning uchun yelkadagi ko'krak vichkani vaqtincha yon tarafga o'tkazib turamiz. Ishlashimga xalaqit bermasligi uchun ko'krak vichkani vaqtincha yon tarafga o'tkazaman. Vichkani yon tarafga ko'chirganda proymadan necha santimetr pastga tushishi kerak deb ko'p savol berishadi. Necha santimetr pastga tushishning ahamiyati yo'q, muhimi proymadan o'zidan chiqarib qo'ymasangiz bo'ldi. Ko'krakni uchigacha kesaman. Endi yelkadagi ko'krak vichkani yopaman. Andozam uzilib ketmasligi kerak. Menda yelkadagi vichka haqqa yon tarafdan chiqib ketdi. Endi andoza qog'ozni ortiqchasini kesib tashlaymiz. Endi andozamizni 12 klin qilib modellashtirishimiz kerak. Belini o'lchab ko'ramiz. Bel vichkasini qo'shib o'lchaymiz. Menda 25 sm. Endi mana shu oralikni 3 ta klinga ajratishimiz kerak. 25 ni 3 ga bo'lamiz.
8.3 bo'ladi. Men 8 santimetrdan bo'lib chiqaman. Mana birinchi klinim 8 santimetr. Bel vichkasi chizilgan joyini o'ziga keldi. Birinchi klinim 8. Bu tarafiga ham 8 ni belgilaymiz. Bu tarafi 8,5 santimetr qoldi. Beli qancha chiqsa ham 3 bo'lakka ajratib olamiz. Pastni ajratib oldik. Endi yoqa o'mizidan ham klin chiqarishimiz kerak. Buning uchun mana bu yoqa o'mizini ham 3 ga bo'lamiz. Aynan qayerdan chiqishini ahamiyati yo'q. Fason turiga qarab qayerdan chiqsa ham to'g'ri bo'ladi. Mana shu nuqtadan hozir 3 santimetr yoki 4 santimetr qoldiraman. 3 santimetr. Mana shu ikkalasini birlashtirishimiz kerak. Ikkita nuqtani birlashtiramiz. Bel vichkani birinchi qismiga kelgani uchun mana shu bel chizig'i bilan birlashtirib boraman. Mana meni birinchi klinim. Endi ikkinchi klinni bu bilan tutashtirishimiz kerak mana bunday. Lekin oldin mana bu vichkani endi mana bu chiziqqa ko'chirishim kerak. Agar hozir shu holicha ikkinchi klinni modellashtirsam, buni yopganimizda keyin bir-biriga to'g'ri kelmay qoladi. Shuning uchun hozir men mana shu vichkani endi bu chiziqqa ko'chirib olaman. Buning uchun tayyor birinchi klinimizdan ko'krakni uchigacha kesamiz. Belgacha kessam ham bo'ladi. Mana bel vichkani boshlanishiga qadar kesaman. Endi buni yopaman. Vichkamizni avval qanday bo'lgan bo'lsa, shu holatda yopib qo'yamiz. Bu vaqtinchalik vichka edi. Endi ikkinchi klinimizni chizib olishimiz kerak. Mana shu yoqa o'yindidan ikkinchi klinimizni chiqazamiz. Mana hozir orasini 4 santimetr qilibman mana. Xohlagan joydan qilsa bo'ladi. Mana shu ikkita nuqtani birlashtiraman. Mana meni ikkinchi klinim ham tayyor bo'ldi. Endi ahamiyat beramiz. 12 klinda ham, 6 klinda ham beliga urg'u beramiz. Beli ixcham bo'lishi kerak, figura chiqarish kerak. Menda hozir bel vichkasi 2 santimetr oralig'i. Mana shu 2 santimetr vichkani men endi mana bu 2 klinga teng taqsimlashim kerak bo'ladi. Bu vichkani orasi 1 santimetr chiqsa ham o'sha 1 santimetrni ham mana bu ikkita klinga taqsimlashingiz kerak. Hozir menda 2 santimetr chiqqan. Demak, bunga 1 santimetrlik, bunga 1 santimetrlik vichka qo'yaman. Oralig'i 1 santimetr bo'lishi kerak. Endi yangi bel vichkasini chizaman. Mana 1 santimetrlik. Qizilda chizyapman, yaxshi ko'rinishi uchun. Vichkamizning orasini kesib olib tashlaymiz. Figura chiqishi uchun 1 santimetrli vichka ham ahamiyat kasb etadi. Mana 1 santimetrni olib tashladim. Bundan ham 1 santimetrsini olib tashlaymiz. Mana shu ikkalasini qo'shganda 2 santimetrlik bel vichkasi kelib chiqdi. Mana 12 klin qilib modellashtirib oldim. Endi bunga kaketka qo'yishim kerak. Kaketkani shaklini qo'yishimiz kerak. Kaketkasini chizishim uchun menda tepa qismi butun bo'lishi kerak. Mana bu vichkani yopib turaman. Mana shunday yopib turaman. Endi kaketkamizni shaklini chizamiz. Ko'krakning uchidan sal balandroqda edi. Bu tarafini taxminan proymani yarmini
taxmin qilib olamiz. Mana ikkalasini birlashtirib koketkani shaklini chizamiz. Umuman olganda har qanaqa koketka qo'ysa ham bo'ladi. Har qanday koketka qo'ysa bo'ladi. Faqat oldin o'sha 6 klimmi, 12 klimmi o'sha fasonni o'zini chiqarib olgan bo'lishingiz kerak. Undan keyin koketka qo'yasiz. Mana meni koketkam. Hozir yanglishib ketmaslik uchun yozaman. Bu oldi. 1 2 3 1 2 3. Endi koketkamni ajratib olaman. Menda koketkam kesilib ketdi-ku. Uni yopishtirib butun qilib qo'yaman. Koketkam butun bo'lishi kerak. Bu tarafi 12 klim bo'lishi kerak. Mana shu chiziqni davom ettirib kesib tashlayman. Mana menda klimlarga ajraldi. Oldi tarafi mana klimlarga ajraldi va mana koketkasi. Buni endi mato ustiga joylab beldan pastni chizishimiz kerak. Undan oldin esa orqa andozamizni ham 12 klim qilib modellashtirib olishimiz kerak. Bu oldi. Endi orqa andoza bilan ishlaymiz. Oldi andozamda yoqa o'yindini yon tarafga 1 sm ochgandim. Orqasida ham 1 sm ochaman. Pastga ham 1 sm ochaman. Endi buni ham klinlarga ajratib chiqishimiz kerak. Belini o'lchab ko'raman. 22 sm chiqdi menda. Bel vechkasini qo'shib hisoblaganda 22 ni 3 ga bo'laman. 7 sm 3 mm dan bo'ladi. 7,5 dan qilsak ham bo'ladi mana. Belgilab oldim. 7 sm 3 mm. Beli necha chiqsa ham 3 ga bo'lasizlar. Mana 3 ta bo'lakka ajratib oldim. Endi buni ham yoqa o'mizdan chiqqan 12 klim qilib olamiz. Birinchi klimni mana shu ikkita nuqtani birlashtiramiz. Ikkinchisida ham mana yoqa bilan buni birlashtiramiz. Chiziqlaringiz chiroyli bo'lishiga ahamiyat bering. Tikilgan kiyimingiz ham chiziqlaringizning qanchalik chiroyli chiqishiga bog'liq. Bunda bel vechka orasi 3 sm. 3 sm-lik vechkani mana shu ikkita klimga bo'lib beraman. Demak, bunga 1,5 sm-lik vechka tushadi. 1,5 sm-lik vechka tushadi oralig'i. Bunga ham oralig'i 1,5 sm-lik vechka tushadi. Buni keragi yo'q. Yangi vechka hosil qilib olamiz. Ikkalasini qo'shganda 3 sm bo'ladi orasi. Vechkani orasini sirazu kesib tashlaymiz, xalaqit bermasligi uchun. Va davom ettirib klinlarga ajratib olsam ham bo'ladi mana. Hozir koketka chizishim kerak ekan. Oldin koketka chizamiz, keyin klinlarga ajratamiz. Birinchi vechkani orasini olib tashladim. Ikkinchi vechkamiz birinchi vechkadan hamisha pastroqda bo'ladi, chunki bu qo'shimcha vechka hisoblanadi. Qo'shimcha vechka esa kichkinaroq bo'ladi hamisha. Uzunligi kattaroq bo'ladi. Mana olib tashladim. Endi buni koketkasini chizishimiz kerak. Koketka shakli rasmda ko'rsatilmagan. Xohlasangiz tekis koketka qiling, xohlasangiz bironta shakl bering. Hozir men ishlashga qulay bo'lish uchun tekis koketka qilaman. Ham menimcha mana shu fasonga mos tushsa kerak. Mana men koketka. Tekis koketka qilaman. Koketkam yaxlit bo'lishi kerak. Avval koketkani ajratib olaman.
Endi klinlarga ajratib chiqaman. Endi ahamiyat beramiz. Bizda kurak vichkasi bor. Kaketkam yaxlit holatda. Kurak vichkani xohlasangiz tiksangiz bo'ladi, tikishni xohlamasangiz vichka oralig'ini yelkadan chiqarib tashlasangiz bo'ladi. Menda vichka oralig'i 2 sm edi. Chiqarib tashlashni xohlasangiz mana bunday olib tashlaymiz xolos. Yelkadan olib tashlaymiz vichka haqqini. Keyin buni tikmaymiz, shundoq qilib qoladi. Mana orqasi ham tayyor bo'ldi. Endi buni mato ustiga joylashtirib, beldan pastini chizishni tushuntirib beraman. Fasonimizni modellashtirish uchun mato o'rniga frezelindan foydalanaman. Frezelinga chizib ko'rsataman. Avvalo orqa andozani joylashtirishdan boshlaymiz. Fasonga e'tibor beramiz. Etak qismida volant tikilgan. Volantdan tepa qismini o'lchab ko'ramiz va uzunligini joylashtiramiz. Masalan, 80 cm deb olamiz. Volangacha uzunligi 80 bo'ladigan bo'lsa, chok haqiga ham qo'shamiz. 2 cm cha va 80 cm ni belgilab olaman. Endi men andozamdagi orqa belgacha uzunlikni chizib olaman. Menda orqa belgacha uzunlik 38 cm edi. 38 cm edi, mana belgilab oldim. Endi klinlarini joylashtiraman. Kaketkasidan avval klinlarini joylashtiraman. Mana bu bel chizig'iga andozamni belini moslab qo'yaman. Pastga etak kengligini aniqlab olishimiz kerak. Etak kengligi har bitta klinniki bir xilda bo'ladi. Masalan, 16, 18, 20 cm. Bizda unchalik ham keng emas, etagi 16 cm qilaman har bir etak kengligini. Xohlasangiz bundan ham torroq qilsangiz ham bo'ladi, 14 qilsangiz ham bo'ladi kichkina razmerlarda. Men 16 cm qilaman mana. Belgilab oldim. Uni o'rtasini belgilab qo'yaman. Bel chizig'iga to'g'ri chiziq chizib olaman mana. O'rtasini, sentr, ya'ni markazini belgilashimiz kerak. Endi birinchi klinni o'rta qismini mana bu sentrga to'g'rilaymiz mana. Va mana 16 cm qilib etak kengligini belgiladik-ku. Endi mana shunday qilib beldan pastiga kengayish berib chizamiz. 12 klin ham, 6 klin ham beldan pasti kengaytirib chiziladi. dan 20 cm gacha bo'lsa bo'ladi mana bu oraliq. Birinchi klinni joylashtirdim. Endi ikkinchi klin. Bu orada chok haqi qolishi kerak. Ikkinchi klinni etak kengligini ham belgilaymiz. 16, yarmisi 8. Mana menda bel chizig'i edi. Davom ettirib chizib qo'yaman, yanglishmaslik uchun. Bel chizig'i bitta liniyada bo'lishi kerak. Hamma klinlarini beli bitta liniyaga to'g'ri kelishi kerak. Ikkinchi klin mana raqamlab qo'yganman. Ikkinchi klinni ham o'rtasini bunga moslaymiz. Sentr chizig'iga moslaymiz mana. Menda sentr mana. Buni o'rtasini moslaymizda ikki chetidan kengayish beramiz mana. O'n ikki klinga mato ko'p ketadi. Ikkita klinni joylashtirib oldik. Endi bu oraga ham chok haqini tashlaymizda yana 16 cm ni belgilaymiz. Mana 16 cm, uni o'rtasi 8. Endi 3-klinimizni joylashtiramiz. Mana menda sentr chizig'ini yo'qotmasligim kerak. Mana sentr chizig'i klinni unga mana bu andozani o'rtasini qo'yamiz. Mana moslab va yana beldan pastiga kengaytirish beramiz.
Mana endi kiyimlarimning tepa qismini bostirib chizib olaman. Andozani takrorlagan holda chizib olaman. Bizni andozamizga avval boshida kenglik haqi qo'shilgan, lekin chok haqi qo'shilmagan. Chok haqini kesgan paytda 1 santimetrdan qo'shib ketsangiz bo'ladi. Hamma yerga 1 santimetrdan qo'shsangiz bo'ladi. Mana. Har bitta kiyimini chizib olamiz, bostirib chizib olamiz. Kiyimlar tayyor. Endi kaketkamizni mana bu oraga 2 cm chok haqi qo'yib chizib olamiz. Meni 80 qilib belgilagan chizig'imdan biroz tepaga chiqdi, chunki bu orada chok haqi bor. Mana. Kaketkamni ham bostirib chizib olaman. Xohlasangiz kaketkasini matoni ortib qolgan kusoklaridan olsangiz ham bo'ladi. Mato ekonom bo'ladi. Men hozir tushuntirish uchungina kaketkani buni tepasiga qo'yib chizib ko'rsatdim. Mana menda orqa bo'lagi tayyor. Beldan pastiga kengaytirish berib chizib chiqdik. Endi oldi bo'lagini ham xuddi shunday beldan pastiga kengaytirish bergan holda chizib chiqamiz. Oldini tepasiga chizib ko'rsataman. Endi bo'y uzunligini qo'yib olaman. 80 cm edi. Mana 80 cm ni belgilab olaman. Va orqa belgacha uzunlikni belgilayman. Yana orqa belgacha uzunlikni belgilayman. 38. Endi kiyimlarimizni joylashtiramiz. Oldi bo'lagini kiyimlarini joylashtiramiz. Bel chizig'iga oldini belini qo'yamiz, mana. Va etak kengligini 16 qilamiz. Orqada qancha bo'lsa, oldida ham shuncha bo'ladi. Mana bu yerda chok haqi bor. 16 cm ni belgilayman, uni o'rtasini belgilayman va mana bu o'rtasini, bu andozani o'rtasiga to'g'rilab olaman. Mana menda to'g'ri kelyapti. Va beldan pastiga kengayish berib chizib chiqaman. Xuddi orqasida qanday bo'lsa shundaylikcha qoladi. Orada chok haqi yana 16 cm. O'rtasini belgilaymiz va ikkinchi bo'lagi, andozamizning ikkinchi bo'lagini mana bu bel chizig'iga to'g'rilaymiz. Bellari bitta liniyada bo'lishi kerak. Mana buni o'rtasiga to'g'ri kelyapti. Beldan pastiga kengayish beramiz. Endi orada yana chok haqiga qoldirib yana 16 cm. Mana 16. Uni o'rtasi 8. Endi 3-kiyim. 3-kiyimning o'rtasini mana bunga to'g'rilashimiz kerak. Mana bitta chiziqda bo'lishi kerak. Endi yana beldan pastiga kengayish berib chizamiz. Mana bunday. Endi mana bu kiyimlarimizni bostirib chizib olamiz. Qanday bo'lsa shundayligicha. Asos andoza chizishni biladiganlar biladi. Oldida balans bo'ladi har doim. Oldi bo'lak orqa bo'lakdan uzun bo'ladi ko'krak hisobiga. Va mana bu yerda ham chok haqi bor. Chok haqi evaziga va balans hisobiga mana meni kaketkam ancha tepaga chiqdi. Mana bu chiziqdan ancha tepaga chiqdi. Bu kaketkani hozir mana bunday joylashtirib ko'rsatyapman. Qanday bo'lsa shundaylikcha bostirib olamiz, lekin buni matoni ortib qolgan bitta kusogidan buklovga qo'yib bostirib olsangiz bo'ladi. Mana etaklarini tushuntirdim, kiyimlarini tushuntirdim. Hozir men frezelinga chizib ko'rsatdim. O'zimga qulay bo'lishi uchun, kamerada yaxshi ko'rinish uchun bitta qatorga chizdim. Agar bu mato bo'lganida edi, oldi mana bu tarafidan chizilgan bo'lardi. Mana yig'ishtirib ko'rsak ham bilinadi mana. Etak kengliklarini qo'yib chizgan bo'lardingiz oldi bo'lganida. Endi bichish qilgan odamlar biladi bunaqa qonun qoidalarni. Eng muhimi esa
eng muhimi mana etak kengliklarini tushuntirdim va belini beliga to'g'irlash kerak. Asos andoza bilan ishlaganda har doim belini beliga to'g'irlash kerak. Orqa bel bilan oldi belgacha uzunlik bitta chiziqqa mos kelishi kerak. Ko'ylak tikilganida ham balans hisobiga oldi sal uzunroq bo'ladi. Bu tikilganda lekin insonni qomatida loyiq turadi. Oldi uzun, orqasi katta kelib qolmaydi. Eng muhimi belini beliga to'g'irlasangiz, etak qismi ham mana beldan pasti bir xilda, menda oldida ham, orqada ham bir xilda bo'ladi. Mana shu qoidani bilib olsangiz bo'ldi. Mana 42, bunda ham 42. Bir xil liniyaga to'g'ri kelyapti. Mana endi bizni fasonimizni etagida balan bor. Balanni qanday bichamiz? Buning uchun buni yig'ishtirib turaman, orqasini yig'ishtirib turaman. Balanni modellashtirish uchun qog'ozdan foydalanaman. Yana millimetrovka qog'ozdan foydalanaman. Endi balanni shakliga e'tibor beramiz. Yon tarafga ozgina ko'tarilgan, mana 5 santimetrcha ko'tarilgan yon tarafga mana bunday edi. Balan qiya bo'lgan, ozgina qiya shakl bor, biroz oval shakl bor. 5 santimetrcha ko'tardim, 3 yoki 4 ko'tarsa ham bo'ladi. Endi qog'ozni ham shunga moslab ko'taraman. Mana bu tarafdan mana bu yerga keladi. Orada menda chok haqlariga qo'shganman. 2 sm 2 sm-dan 2 marta chok haq tashlagan bo'lsam, bu tarafdan 4 sm-ni ayirib tashlayman. O'sha chok haqlari kerak yo'q mana. Mana bunday shakl, valanni shakli mana bunday biroz oval shakl. Endi uni uzunligini qo'yamiz. Uzunligi 20-25 o'lchab ko'rgan bo'lishingiz kerak. Hozir men 25 qilaman mana. Bu tarafida 5 sm ko'targanimizmi? Endi 30 qilaman bu tarafini. Mana. Mana bu ikkala chiziqni birlashtirib olaman. Etagi biroz keng bo'ladi. Mana shunday yonga ozgina kengayish beramiz. Mana. Endi buni kesib ajratib olaman. Bizni valanimiz kasoy bo'ladi, oddiy bo'lmaydi. Mana. Orqaga bitta, oldiga bitta shunaqa balan kerak bo'ladi. Endi buni kasoy qilib modellashtirish uchun buni chizib chiqaman, orasidan chizib chiqaman. Endi chiziqlarimni kesaman. Faqat andozam uzilmaydi. Mana bu nuqtalarga ozgina yetkazmasdan kesib chiqaman. Andozam uzilmasligi kerak. Mana valanni kesib oldim. Endi uni matoga joylashtiramiz. Mana bunday qilib ochib joylashtirib chiqamiz. Mato ustiga qo'yib, mana bunday ochib, oralarini ochib joylashtirib chiqamiz. Natijada bizda kasoy valan paydo bo'ladi. O'zingizga yetarlicha kenglikda ochasiz, mana pastki qismini. Endi buni chizib kesib olamiz. Bizda kasoy holatda valanimiz paydo bo'ldi. Koketkali 12 kling fasonimizni iloji boricha soddaroq usulda tushuntirishga harakat qildim.
Darsim tushunarli bo'lgan bo'lsa, fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring.